Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari, jamiyatimiz faollari hamda qadrli tumanimiz aholisi. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan mamlakatimizda so'nggi yillarda xalq deputatlari mahalliy kengashlarining hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholini ijtimoiy himoya qilish, oid dolzarb masalalarni hal qilish bo'yicha vakolatlari kengaytirilib, xalq hokimiyatchiligini to'laqonligi ro'yobga chiqarish borasida keng qamrovli islohotlar amalga oshirildi. Mahalliy davlat hokimiyati vakillari organlari faoliyatini takomillashtirish, ularning mustaqilligi va samaradorligini oshirish maqsadida mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Hududiy boshqaruvni aholi manfaatlariga xizmat qilish tamoyili asosida markazlashtirish va xalq deputatlari kengashlar vakolatlarining muvozanatli taqsimlash, har bir bo'g'indagi mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlari vazifa va funksiyalarini aniq belgilash maqsadida Prezidentimizning 25-yil 23-iyundagi O'zbekiston Respublikasi mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlari faoliyatining 30-yilga qadar rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi 98-sonli farmonlar qabul qilindi. Xalq deputatlari viloyat tuman shahar kengashlari o'z faoliyatlarini mazkur qonun va farmonlar asosida amalga oshirib kelishmoqda. Xususan joriy yilning o'tgan davrida mahalliy kengashlar faoliyati izchil va samarali tashkil etilib, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish hamda aholi manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Kengashlar sessiyalarida dolzarb masalalarning muntazam muhokama qilinishi, ijro etuvchi organ rahbarlarining hisoboti va axborotlari eshitish amaliyoti yo'lga qo'yilganligi qabul qilingan. Qarorlarni elektron platformalar orqali rasmiylashtirishi, ochiqlik, oshkoralik hamda raqamlashtirish darajasini yanada oshirishga xizmat qilmoqda. Deputatlarning saylovchilar bilan uchrashuvlari, ommaviy axborot vositalaridagi chiqishlari orqali jamoatchilik bilan muloqot mustahkamlash, aholi muammolarini o'z vaqtida o'rganish va hal etishga qaratilgan amaliy chora-tadbirlar ko'rib, kengash qarorlarini ijrosi doimiy komissiyalar va kotibiyat mas'ullar tomonidan qat'iy nazoratga olinishi ta'minlanmoqda. Joriy yilning birinchi yarim yilligida xalq deputat tuman kengashining 7 ta sessiyasi o'tkazilib, ularda hududlarning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishga oid 40 ta dolzarb masalalar muhokama etilgan hamda tegishli qaror qabul qilingan. O'tkazilgan sessiyalarda mahalliy ijro organ rahbarlarining 18 marotaba hisoboti va axborotlari eshitilgan. Mahalliy kengash deputatlari tomonidan qonunlar, farmon va qarorlarida belgilangan vazifalar ijrosi 3 marotaba nazoratga tahlil tartibi o'rganish yakunlari sessiyalarda tanqidiy muhokama qilingan. Tuman kengash deputatlari tomonidan dasturlar ijro saylovchilar bilan o'tkazilgan uchrashuvlarda ko'tarilgan masalalar hamda joylarda aniqlangan kamchiliklarning sabablari va ularning bartaraf etilishi ta'minlash bo'yicha davlat organ rahbarlariga 71 ta deputat so'rovlari yuborilib, ijrosi nazoratga olingan. O'tgan 6 oyda deputatlar o'z saylovchilari bilan 190 ta uchrashuvlar o'tkazishib, ko'tarilgan 200 dan ortiq muammo masalalarni qariyb 94.1% belgilangan tartibda hal etilishi ta'minlangan. Deputatlar tomonidan so'nggi yillarda qabul qilinayotgan huquqiy hujjatlarning mazmun mohiyati hamda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarni targ'ibot qilish maqsadida televideniya va radio hamda ijtimoiy tarmoqlarda 689 dan ortiq chiqishlar qilingan. Xalq deputatlari tuman kengashi sessiyalarining barchasi ommaviy axborot vositalarida yoritilib, sessiyalarning jonli efirga uzatilishi ta'minlangan. O'tgan davrda xalq deputatlari tuman kengashining doimiy komissiyalar tomonidan ham tasdiqlangan ish rejasi asosida muayyan ishlar amalga oshirildi. 26-yilning birinchi yarim yilligi doimiy komissiyalar tomonidan jami 25 ta komissiya yig'ilishi o'tkazilib, ulardan 60 dan ortiq masalalar muhokama qilindi hamda tegishli qarorlar qabul qilindi. Hududlarni rivojlantirishga qaratilgan dasturlar ijrosini samarali nazorat qilish hamda mahallalardagi muammolarni hal etish mahalliy kengash deputatlarining mahalla yettiligi bilan o'zaro hamkorlik hamda yo'lga qo'yilgan. Xususan 23 nafar
mahalliy kengashlar deputatlari joriy yil uchun dasturlarga kiritilgan 89 ta obyektlar va loyihalarga berkitirilgan bo'lib, deputatlar tomonidan barcha loyihalarning amaldagi holati o'rganilib chiqilib, aniqlangan muammolarni mahalla yetkiligi vakillari bilan birgalikda bartaraf etishi ta'minlangan. Xalq deputatlari kengash tomonidan tumanni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha dastur va loyihalar sessiyalarda muhokama qilinib, tegishli qarorlar qabul qilinib kelinmoqda. Mahalliy kengashlar deputatlari tomonidan joylarda o'tkazilgan o'rganish va saylovchilar bilan o'tkazilgan uchrashuvlar tomonidan aniqlangan muammo va takliflar asosida hududlarining rivojlantirish uchun ajratilgan mablag'larning maqsadli sarflanishi deputatlar tomonidan alohida nazorat qilib borilmoqda. Bugun muhokama etilayotgan xalq deputatlari Farg'ona tuman kengashining 26-yil 1.5 faoliyati to'g'risida hisobot kengash tomonidan amalga oshirilgan ishlar, deputatlik nazorati, samaradorligi va aholining manfaatlarini ta'minlash borasida erishilgan natijalarni har tomonlama aks ettiradi. Hisobot tahlili shuni ko'rsatadiki, hisobot davrida kengashning asosiy e'tibori davlat organlari va tashkilotlari faoliyati ustidan ta'sirchan deputatlik nazoratini amalga oshirish, rahbarlarning hisobdorligini ta'minlash, aholi murojaatlariga manzilli yechim topish hamda hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ko'maklashishga qaratilgan. O'tkazilgan sessiyalar, eshitilgan hisobot va axborotlar, yuborilgan deputatlik so'rovlari, saylovchilar bilan uchrashuvlar hamda joylarda amalga oshirilgan o'rganishlar mahalliy davlat hokimiyati vakillik organining vakolatlari amalda samarali qo'llanayotganini ko'rsatadi. Ayniqsa deputatlik so'rovlari orqali aholi qiynayotgan dolzarb muammolarni aksariyatiga amaliy yechim topilgan. Murojaatchilarning katta qismi ijobiy hal etilgani, davlat organi rahbarlarining hisobdorligi kuchaytirilgani kengash faoliyati muhim amaliy natijasi bo'ladi. Shu bilan birga qonun ijodkorligi jarayonida hudud manfaatlarini ifoda etish, yangi qonunlarni mazmun mohiyatini aholiga yetkazish, kengash faoliyatini ochiqligi va shaffofligi ta'minlash borasida ham salmoqli ishlar amalga oshirildi. Albatta erishilgan har bir yutuq o'zimizning, ammo hali qilinish kerak bo'lgan ishlar ham talaygina. Zero hayot davomida yetar ekan, hududlarni rivojlantirish, aholini talab va ehtiyojini to'la qondirish bo'yicha yangi vazifalar ham paydo bo'laveradi. Bu holatni o'z vaqtida ilg'ash uchun mahalliy kengash deputatlari doimo xalq ichida bo'lishi lozim. Qolaversa, mahalliy kengashlar vazirlik va idoralarning qo'yi bo'g'inlar bilan joylarda yangicha yondashuv asosida ishlash davrini muhim talabidir. Ish faoliyatimizda yana ana shu jihatlarga alohida e'tibor qaratmoqdamiz. Maqsadimiz belgilangan ijtimoiy-iqtisodiy loyihalarni to'la ro'yobga chiqarish orqali tumanimizning har jihatdan rivojlantirish, xalqimizni rozi qilish. Buning uchun salohiyat, kuch va imkoniyatlar yetarli. Barchamiz o'z ishimizni tanqidiy baholab, uning butunlay yangicha tashkil etish, vatan va xalq manfaati yo'lida yaxdil va hamnafas bo'lishga intilsak, ishonchim komilki, ko'zlangan rejalarga albatta erishamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.